Haqiqiy original Dinakort bilan Xitoy Dinakortni qanday qilib ajratsa bo'ladi? Bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz har doim mana shunaqa apparatchilar uchun foydali videolarni qo'yib boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli apparatchi akalarimiz. Apparaturaga, kolonkaga, usilitlga qiziqadigan aka-ukalarimiz diqqatiga bu video aynan sizlar uchun bo'ladi. Bozorlarimizda bizda O'zbekistonda eng ko'p rivojlangan, ya'ni akustika tizimlaridan biri bu albatta Dinakort brendi bo'ladi. Juda ham ko'p apparatchilarimiz mana shu Dinakort mikserlarni yaxshi ko'rib ishlatadi. Xitoyni ham, originalni ham ishlataveradilar, lekin ko'pchilik original bilan, haqiqiy original bilan Xitoyni adashtirib qo'yadi. Bilmaganlar uchun bizda farqini ko'rsatamiz. Bilganlar kommentariyga o'z fikringizni qo'shimcha qilib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu video mana shu ma'lumotlarni original bilan Xitoyda farqiga bormaydigan aka-ukalarimiz uchun bo'ladi. Foydali bo'ladi o'ylayman. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz unda obzorni boshlaymiz. Yonimda ikkita, bittasi original, mana bunisi original Dinakort, haqiqiy Germaniyada ishlab chiqarilgani, bunisi bo'lsa Xitoy. Ko'rinishdan farqi yo'q. Bunisi faqat sal katta 16 taligi, bunisi 10 taligi. O'zimizda 1000 talik deymiz. Xo'p, endi originaldan boshlaymiz. Birinchi o'rinda originalini narxi $1000 dan ziyod. Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida original Dinakortni mana shu Dinakortlarning narxi $1000 dan ziyod. Ikkalasi ham rabochiy holatiga e'tibor qilmaysizlar, prosta obzor uchun sizlarga ko'rsatyapman. Originalni farqlarini boshlaymiz. Kamerani yaqinroq olib keling. Mana bu original Dinakortimizda equalizerning tagini ochasizlar. Mana bu yerda mana ko'rib turibsizlar, temir bo'ladi. Mana shu equalizerning tagi temir bo'ladi. Endi Xitoyni ko'rsatamiz. Bu yerga olib keling. Mana ko'ryapsiz, Xitoyda plastmassa bo'ladi. Farqini ko'rdinglar. Bu bitta farqi. Endi keyingi farqini ko'rsatamiz. Original Dinakortda ya'ni indikator bo'ladi. Xitoyda ham originalda ham indikator bo'ladi. Mana bu sariq indikatorlarga e'tibor qilasizlar. Originalda ikkita sariq bo'ladi. Ikkitadan 4 ta sariq indikator bo'ladi. Xitoyda bo'lsa 3 tadan 6 ta bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Atak ustidan qarasa farqini bilmaydi ko'pchilik. Buni asosiy farqi nimada bilasizlarmi? Buni asosiy farqi ishlashida. Tushungan apparatni tushungan odam mana bunga mikrofonni, kolonkani ulab gapirib ko'rsa, reverda uni tortishida birdaniga darrov farqi bilinadi. Xitoyda sal yumug'roq bo'ladi. Xitoy Dinakortlarga to'ldirib instrumentlarni ulasanglar, o'sha to'y davomida o'sha ovozni qo'shib tashlash ehtimoli oshadi. Ya'ni kasha deymiz o'zimiz pulda. Xitoy Dinakortlarda mana shunaqa muammo bo'lishi mumkin. Davleniya kuchaygan sayin. Original Dinakortda bo'lsa, haqiqiy fermerning Dinakortlarda unaqa narsa bo'lmaydi. To'ldirib instrument ulang, oxirgacha oching ham instrumentlarni kasha qilmaydi. Har birini dona-dona chiqarib beradi. Va bu yerdagi farqlarni yana ko'rsatamiz. Mana bu kanallardagi takini ochib ko'ramiz. Kanallar bittasi, mana buni ustida ko'ryapsizlar, visokiy chastotani ochyapmiz. Bu temir takini ko'ryapsizlar. Xitoyda bo'lsa mana plastmassa bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, reverse saqlanib qiladigani zo'r deydi. To'g'ri, boshida Xitoylarni reverse saqlanib qiladigan chiqdi. Xitoy pozitsiya 10 yil oldingi chiqqanlarda reverse saqlanib qiladigan chiqdi, lekin ular ham Xitoy. Shuni hisobga olinglar. Original Dinakort ikkinchi versiya bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi versiya original Dinakort reverse saqlanib qilmaydi, lekin original u reverse saqlanib qiladi degani o'sha Behringerlardan qolib ketgan narsa, o'sha davrlardan qolib ketgan narsa, lekin reverse saqlanib qilmasa ham original, haqiqiy original bo'ladi. Xitoylarni reverse saqlanib qiladiganlari ham bor. Bugungi kunda bozorlarimizda original $1000 dan ziyodroq, $1000 atrofida ikkinchi versiyalar bo'lsa, Xitoylar bo'lsa holatiga qarab $250 dan $400 gacha yoki undan ziyodroq bo'lishi mumkin. Mana original bilan Xitoyda farqiga borib oldinglar. Bularning yana ko'p farqlari bor. Video uzun bo'lib ketadi, ularni qo'yib borsa. Agar siz bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz mana shunaqa foydali videolarni qo'yib boramiz. Mana shu ikkita pultimiz ham sotiladi. Original 16 taligi, mana holatini ko'rib turibsizlar, ishlagan, lekin bundan keyin ham ishlaydi bu. Bundan keyin ham 10 yil xizmat qilib beradi, chunki bular haqiqiy buyumda, bular uncha-munchaga buzilmaydi, tank etsa ham bo'ladi. Buni narxi $1500. Mana bunisining narxi $350. Kimga mana shu pultlarimiz qiziq bo'lsa, albatta biz bilan bog'laning. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.